Kuchli bo'lish uchun albatta o'z kuchini oshirish shart emas. Strategiyaning yana bir varianti raqiblarni zaiflashtirish. Aynan shuni Trump qilmoqda. Itoatkor Isroil qo'llari bilan Eronni urmoqda. Va Donald Trump yolg'on gapirmayapti. U haqiqatan ham Amerika Qo'shma Shtatlarini qutqarmoqda. Global inqirozda omon qolish uchun raqobat. Trump faqat Eronning dahshatli yadroviy quroli haqida aldamoqda. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'z aralashuvini oqlash uchun ertaklar toqishga majbur. Shuning uchun Eronning yadroviy tahdidi haqidagi ertak ishga tushirildi. Amerikaliklar hech qanday afsuslanmasdan istalgan davlatni zaiflashtiradi yoki butunlay yo'q qiladi. Bu inqirozda omon qolish uchun kurash. Bu yerda do'stlik va mehr-oqibat yo'q.